Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarninki shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Men Tug'luq Hamiddan hammalarga o'tib salom. Men bugun namoyishga chiqamay qoldim, chunki ishdan hozir tushdim. Men hozir bir ikki qiz gap qilmoqchi. Ata, xudo xolsa, ata kech chiqganman, ata kunduzi parlament oldi normal dedim. Men oldi bilan mushu muaciratdagi qarindoshlarimizniki uyg'unib, hozir bizniki mushu xalq harakatiga aktiv qatnashib, imzo to'plab berayotgan aziz qarindoshlarga chin ko'nglimda rahmat aytaman. Bular mushuni qilib berayotgan qarindoshlar vatandagi turmadagi xalqimizniki, vatandagi lagerdagi irqiy qirg'inchilik uchrayotgan aziz xalqimiz uchun bir ish qilyotdi deb o'ylayman. Chunki biz haq yo'lda mang'uchilar, biz Xudodan qo'rqmaymiz. Biz dunyo Uyg'ur qurultaydigan qo'rqmaymiz. Biz yolg'iz qilib qilishdan qo'rqmaymiz. Biz so'rindan chiqib qilishdan qo'rqmaymiz. Bizni tillashdan haqorat qilishdan biz qo'rqmaymiz. Shaxsan men qo'rqmayman. Shuningga bizni xalqni ko'zga ilmay dunyo Uyg'ur qurultiyi hech qanday xalqdan ruxsat olmay bizni indigenous people qilayotgan mushu itning kuchuklari cho'shqangan hayvon sifatli hayvonga qarab qilgan bilmazay dunyo Uyg'ur qurultiyidagi mushu Uyg'ur projektidagi Umar Qanot, Rabia Qodir, Olim Seyitov, Abbas Haylistikilar, anondan avu Refiyad ishlaganlar mushular bizning ruxsatimizni olmay turib, hech qanday bizga nima qilmay turib, bizni mana shu Xitoyga yeshil chiroqni yiqib berishdan qaqaysan indigenous people qilib, yovvoyi odamlar sifatlimisiga kirgizib turib. Shuningga sanqaqninki chiqib qo'ygan po'qini biz xalq tozlayapmiz. Shuningga yana bizningki texi imzo atadigan, imzo to'playdigan ishlarga numus qilmay texi yana numussizlarcha qarqo'lini tiqishatamsa, men deb qo'yay. Biz butun isbotni chiqarib, oldinga tashlaydiganni tashlab, butun narsani qilib berdik. Tushundingmi, milliy munofiqlar? Avu Ilaqa Mehmet To'xti degan 9 minutlik birga qilsa, ishning kuchki cho'shqamgan haromdan bo'lgan Mehmet To'xti hayvonning balasi, opangsining odam emasini tuqqan. Tushundingmi? Sen Xitoyning balasi, meni bilib qol. Dolqin Aysa, senmi Xitoyning balasi, men senga deb qo'y. Adam bo'lmaydigan go'ylar. Dolqin Aysa, sen Shvetsiyadan turg'un ilaqa Alovuddin deganmi, ilaqa Alovuddinmi, ilaqa bizsiba kava o'zingning yurtligi. Ashni ishq silib, mening og'zimni jumg'izma deb, o'zingcha sen mening cho'ng dadamni qurultayga akatdan. Chandang, men uningni bilan to'xtab qolmayman. Bizni andaq, mandaq deb ketsa, biz barliq isbotlarni chiqardik. Endi faqat chiqamgan mening qo'limdagi dunyo Uyg'ur qurultayini sanqaqni kontrol qilayotgan mushu uningdiki mushu butun sanqaqninki qilayotgan yog'anchiliklaringni butun narsangni men 6 oyning yog'i 5 oyning yog'i pashqib keldi. Men hech narsa qo'rqmayman. Men har qaysing bilan Shvetsiya bexatarlik idorasi olamdi, Amerikaning FBI olamdi, CIA olamdi, Germaniyaning istixborot olamdi. Qanday yanikiga bo'lsang, men maydonni ko'rib ketirib beshimni tutib turaman. Tushunishdingmi? Seninki Dolqin Aysa, seninki uydagilaringninki TV'ga chiqishdan burun sening ismingni men yozgan. Tushundingmi? Ishdan kuchki. Seni kim o'yinlayotdi haqida obdan bilasan sen. Sen mishada ketgan Nijat Turg'undan so'rab, yana texi meningkin to'g'ri qilishmayapti tursin. Nima deb u oldinibdi, nima deb uningga ishondiki, uni ishongirak nimasi bor kerak. Sen ishongirak nimasi borligini Shvetsiya kelsang, men seni Shvetsiyaninki Xitoy ishlar bo'limininki, bexatarlik idorasininki Xitoy ishlar bo'limining boshlig'i bilan ko'rishtirib, men senga shu odamni akaptirib qilib beramasam, sen chishmayayman, tushundingmi? Ishdan kuchki. Sen meni bilib ol, oldi bilan. Uninki men Shangangning keldigan pochtasi egiz boshliq oyoqning ichiga nimalar keladi tiqilib. Shangangning keldigan pochta egiz boshliq oyoq voqeasi qayerda Belarusdagi Goja Anchamboning odamlari bilan aloqasi bor. Menda nurg'un narsalar bor. Tushunding?
Vaqtdan saat kelgan chaqda hammani xalqaro sudga berman. Hamma Xitoy uchun demokratik elde ishlab turib, Uyg'urning davosini qilmay, Uyg'urning qinini ichib, Uyg'urni indigenous people qilib, Uyg'urningki qonunni bostirib olgan Xitoy uchun xizmat qiladigan milliy munofiqlar, jasuslar saqa. Tushundingmi? Uningki meningki qo'limda qanday dalil isbotlarim borligini Shvetsiyaga nijot qilganimni biladi. Men bergan do'stlarimni biladi. Meningki tushundingmi? Hamma narsaningki oldirmay chiqirimiz bir taldan. Biz seningdek o'yladim bago qo'qidigan bo'lsam men kesib tashlayman, tushundingmi? Men bu umrimda yashamayman. To'lqinaysa men senga deb qo'yay. Dunyo Uyg'ur qurultayidagi ko'shqining kuchiklari sanhaq qilyapti indigenous people'ni biz yo'q qilyapmiz, tushundingmi? Sanhaq chiqqan po'qni biz tozalayapmiz, hayvonning kuchiklari. Adam bo'lmaydigan milliy munofiqlar. Ben sana deb qo'yay. Qaysi kuni to'g'ri yezibsa, mishada ko'shmanlar, mishada ashad, mishada turib, mishada dunyo Uyg'ur qurultiyining ichida ishlab turib, yana xotini ko'shmanlar idorasida ishlasa, ko'shmanlar idorasining qoidasida sotsial faoliyatlar qatnash bo'lmaydi deb xotinini apirib, Yaponiya, Germaniya sayohat qilgan hamma rasmlari bizda bor. Tushunding? Ashuningki. Biz qandaq vaqtda ko'shmanlar idorasini apirib, mana men adamim ko'shmanlar idorasida ishlayapman, men to'yda bo'tdim, asli ko'shmanlar idorasida ishlagandim, sotsial faoliyatlar qatnashib bo'lmaydi. Tushundingmi? Biz har qanday vaqtda berib, tashlab berib, ishdimi haydib o'talaymiz. Men senga deb qo'yay. Uni deyken to'g'ri yezib ketishsa, Abdurishitni tilidi, Dilshod Raishitni tilidi, Erkin Tekasini tilidi, Zumurtayni tilidi. Men senga deb qo'yay. Abdurishit beshida menga esildi. Abdurishit Norvegiyadagi mendan emas, qizidan emas. Dunyo Uyg'ur qurultiyidan so'rash kerak. Mening qizimning oldiga 5567 sadqanda kelib qoldi. Sen haq nima deb mening qizimni qurbon qilsa, deb o ishning kuchki oningdan so'rash kerak. Tushunishdingmi? Dilshod Raishitdan kelsak, Dilshod Raishitning dadasi qotil. Shulayat inqilobidagi Iminov efendimlarni o'tdaganning 3-doktorxonadagi Rishit Yuanjang, yana Urumchidagi Rishit Ko'ydirga. Mushuning balasi. Buni men degan gap emas, bu Sidiq Hojining og'zidan chiqqan gap bu. Ashu videosida. Buninkimi o'ziga tushliq Mishada, Shvetsiyada Bobur Maqsudni konsuldagilar bilan tanishtirib, yag'an desa, men tanishtirib, ashu qurultayning ichiga kirib, bu yerga olib qolgan Dilshod Raishit shu saponing yozilgan Shvetsiya bexatarlik idorasininki maqolasida yozilgan ishning kuchga ismi chiqmagan dal shu. Tushundingmi? To'lqinaysa, men senga deb qo'yay. Seninki dunyo Uyg'ur qurultiyining ichida sarangliq kinishkisida ishlayotganlar bor. Sen bilirsan buni, men senga dey. Tushunding? Xotini Çavul dokumenti bilan vatanga berib kelganlar bor. Sen ashlarni qurultaydan bo'shtib etish emas, yana ishirtyapsan. Men sana isbotlarni bir-birlab oldimga chiqsang, ko'rsatib bermaydigan bo'lsam, kiyimimni seyitib yalang'och so'ylab beraman sana. Tushundingmi? To'lqinaysa, sen meni obdan bilib ol. Mana bu narsa. Ömer Qanot, Olim Seyitov, Abbas ailesi, Rabia Qadir, men sanhaq chiqqan po'qni xalq harakati deb biz imzo to'plab, jafo tortib, biz qilsak, menga yana sanhaq to'salg'iliq qilyapti. Yana yanmay Delyarni tildishib topda, Zumrat adashni tillab, menga haqorat qilib qilyapti. Haqorat deganni yag'diraymiz. Mening o xayolim kirib chiqmaydi. Tushunishdingmi? Mening xayolim kirib chiqmaydi. Men hech kimdan qo'rqmayman. Zubayra degan cho'shqining kuchkini dunyo Uyg'ur qurultiyiga muavin rais qilishdan nomus qilishmay. U bir jasus. Mana shu gapimni, shu chiroyimni nega yo'llasang yo'lla. Mening oldimga chiqsin, yaqin deb boqsin, men ko'ziga tikib edim isbotni. Tushundingmi? Xalqningki shaxsiy uchurlarini men avatmoqchi bo'lgan da demokrat Xitoylardan panola tilagan ikki ona bola Xitoyninkini. Avatib, men orqali Xitoy konsuliga yoki meningki veshinim orqali bir yerga yetkazmoqchi bo'lgan. Yag'an desa, chiqsin oldimga. Men
Dostlarımla chiqib turib, 4 odamni qo'yib turib, ekranning oldiga chiqib turibmiz. Yana ashundaqlarni sen haq Dünya Uyghur Qurultayıga muavin rais ishiltiyotsa, oylik berib ishiltiyotsa. Ey, sen haqda vicdan bormi? Numus degan narsa bormi? Adam bo'lish hamsa cho'shqining kuchiklari, harom tamoqlar. Yana texib bizni pislik qildiraysa, oldinga chiqib tashlab berdik-ku. Ha? Haq qo'qqan bilan men qo'rqmayman. Menga Abdurishidni tillabsa, Dilshod Raishni tillabsa, Zumurtayni tillabsa. O Zumurtayni ma Dilshod Raishning bayonotchilik qilib qo'yibdi. Dilshod Raishning uzundan bir bayonotchilik qilgan bir bayonot degan narsani ko'rdinglarmi? O texi mustaqil bo'lishni eng xohlamaydigan odam. Uningki oilasi qotil. Uningki nurg'un boshliqlar zaharlab o'tgan dadisi. Yavan bo'lsa mening oldimga kelsin. İştinin gününü gösterme. Boynuğa iştinin zincirini silip kavuştup oynayman. Şatraşını konuğu tepşirip işiltmeyman. Ondaq nəsdən qoqab, şatraş olamsa, dolqına isa olamsa, konuğuna payqa deymayacı kızlar. Avo tordaki küçüklerini yığıştırıp, konuğundaki poxni ama indigenous people'nikini biz yoxut veriyatqan ekan, konuğunu qısıp oturuş. Aqdadınğı yetkizitme aqaysınmı? Çandın mı? Adam bulmaydıgan hayvan guyla. Zümrütayın tullapsa, erken tekastin ki, inesi, mis kazan yastı, bünçandı yatavriga çaqtalar tola etken. Yaxşı adam ge, erken sola, erken tekas. Ben sana de, yaxşı adam ge, bayanat çıqıtası işki tutar, kızının işki tutar, götürülen adamını qıp koysa. Dilshod Raish var qıra. Amer xaqның qotulları, qanmıgan. Meynatçılık, çeleşem, oldu okudu, pampır takıp yürüdü, çandın mı? Ava kesel, çandın mı? Bence qara, kögülügünü köksü köstetme, qandık aldımga çıqıdığan bolsa. Kögülügünü közüge köstep, tıkıp etmeydiğen bolsam, bana ben iştinin küçük olap ketey. Qara, iştinin ovalları, qaysın çiçip koygan toğunu tazlap olsak, yani numus qılmay, uyada adam tillişip, dili yarını tillap, zümrətlərəşki hücum qılıb, yana birisi hücum qılıb, bunun toxunu biz tazlayatımız, biz, indigenous people'nikini biz yoq qilaylı, bana imzanı itib qilaylı, Aqsarayga beraylı, ma işlərini, Birleşken Devletler Teşkilatı'na deyli deb biz qıvatımız. Qısan, qıl onunla xizmetini, qılmısan, boşat. Düşünüştün mü? Qaysan, biz sen haqdan qo'rqaydigan, yana bir adamdan qo'rqaydigan adamlar emas. Düşünüştün mü? Men saranglik kinishkisi var adamlarni ishiltibatsa Dünya Uyghur Qurultayının içi tushundingmi? Saranglik kinishkisi var adamlarni ishiltibatsa Dünya Uyghur Qurultayda xotini kavul dokumentlarni Xitoyga kirib chiqqanlarni ishiltibatsa tushundingmi? Bir jinoyat bu, asli bu xilop kelmaydi. Dünya Uyghur Qurultayınınki nizomnomlari xilop keladigan ish. Tushundingmi? Patriotimiz tügügiçe. Tehe, mavo tehe, aldırmaydı. Aldırmaydı. Sen dokunaysan, sen bir çokara, o sahinde oynavatkan artist. Çandın mı? Senin kanda oynaldığanlığını ben obdan bilmem. Seninki uydakilerini, sen kaçan TV'ye çıktığını bilmezsen, ben bilettim. Ben izleyken, çandın mı? Aşı bana yazıqsıgan. Çandın mı? Yana tehe meni aka tillab aldığan buldum sizni dedi deb do'lqinaysan. Sen yog'onga qilding, tushundingmi? Men sen tillab aldığan buldummi, tillab olmaydigan buldummi? Men cho'qim bu ishni men sana aniqlik qilib chiqaman. Sen yog'alarda sen işte yog'onga qilding. Sen bir qo'ng, sen bir tük do'lqinaysan, sen bir hayvon. Cho'shqangan, buzuq, pashvoz nimasan. Tushundingmi? Qurultaydagi hamma shu. Ayollarning erlaring buzuq. Numussiz nimalar bir-biringni o'tdi. Sen haqqı bizga qilamandiq, ha? Sen haqqı bizga qilamandiq. Vatanning ichida million Uyg'urning qiyin to'kilib olsa, sen haqqı bizga qilamandiq. Adamni bilib yurish. Ma sen haq chiqqan po'xni biz tozlayapmiz.
Tushundingmi? Faqat chiqqan po'qni biz tozalayapmiz. Qo'lingdan kelsa, Ömer Kanat, Abbas ailesi, Dumbatarak hemen kelip Şivisiye'ge bir şey davet edip bizni de ben sen hakını Şivisiye Bexatarlık İdaresi'ninki başlığı bilen görüştürüp aldığını bir dönesini taşlap veremezsem sen hak çişmeyeyim. Çandın mı? Numa süjeyran yo'qolgani işplaslayı çoşkununki bir nestim. A dolqun qambiri degan sanmi mesela chiroyli yaqilay. A böyle ispanning buqisga o'xshaydigan laqma kuyovlingni yig'ishdi. Chiroyi nimaga o'xshaydi uni? O'zi naq indigenis kuchida o'z satman qiliq sattab. Boş yatsin anda bir narsani. İtiraf qilsin xatolikni. Tushundingmi? Ha, senin aynı vaqtda Rashad Abbas ailesi toza o'ynatib, toza shu ishiltib, tashitib ekan-ku. Ha, olim setib mashta qildi bir kuni. Biz aldırman yani bak, bu yoldaki tetip hemini körüsle.